Ey turmush o'rtog'i, ozgina pul topa olmay qolsa, ajrimga harakat qilayotganlar, o'zim pul topaman deyotgan ba'zi bir qush tirnoqchidek ayollar. Bu invalid bilan qarib yashab nima qilasiz? Yosh umringizni o'tkazib ketsangiz bo'lmaydimi deydi. Shuning uchun uydagilar bilan gaplashmay qo'ydim. Na uysiz, na farzandsiz 3 yildan beri mana shu bir xonada hamma yo'q ichida yashab kelayotgan bir oila bor. Turmush o'rtog'i 3 yil oldin daraxtdan tushib ketgan. Samarqandda qaysidir xususiy больницada bu akamizni operatsiya qilishgan. Orqa umurtqasini operatsiya qilganda temirni noto'g'ri o'rnatish evaziga tana iringlashni boshlagan. Temirni cho'y oldimmi, 2 oy oldin oldirishgan. Bu ahvol keling seni ko'rsatib yuboring qani. Mana pul mashi yara polni ketgan bu yoqqacha tizzalargacha o'tib ketgan. Hindistonda operatsiya qilar ekan. Lekin 6 oy davomida shu yerda bo'lishlar kerak degan. Operatsiyaning o'zi 30 ming dollar, 6 oy davomida deganda kamida 10 ming ketadi. 40 ming dollar. Mana shu xo'jayinimni ham oyoqqa turib yurib ketish uchun yordam berishlaringizni so'rayman. 3 yildan beri ko'rmagan azobi qolmadi. Kechalarimni uxlay olmaydi. Odamga o'xshab uxlashlarini istayman. Aziz vatandoshlar, biz Samarqand viloyati Samarqand tumanidamiz. Bugun 27-noyabr, haftaning payshanba kuni. Ertaga 28-noyabr, haftaning juma abitigacha 24 soatlik ihsonimiz yondi. Quyidagi kartalarga qo'lingizlardan kelgancha hissangiz qo'shing. Ushbu video siz ro'parangizdan chiqdimi? Demak, bugungi ihsonga hissangizni qaysi tomonlama qo'shishingizni Alloh taolo sizni qodir qildi. Admin nomerimizni o'chirib qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsiz, Telegram to'lib yotibdi. Admin nomeriga telefon qilsanglar, bu oilaning telefon nomerini, lokatsiyasini beradi desak, yo'q, boshqa vajlar bilan bu oilani ham bezovta qilib, naqd pul keluvchi yo'llarni ham to'sib tashlaganligi uchun biz telefonni o'chirib qo'yganmiz. Pastdagi telefon nomeri 8886 faqat Rossiyadagilar uchun qo'yilgan. U nomerga telefon qilib, Telegramga yozib yurmanglar. Azizlar, nimaki hissangiz bo'lsa, shu kartalarga qo'shaveringlar. Xudo xolasa 24 soatdan keyin bu oilaga tushgan natijani berib, shaffoflik bilan sizlarning haqingizlarga duo qildiramiz. Uy-joyim kerak emas. Mana shu xo'jayinim oyoqqa tursa, hamma narsasi bo'laveradi. U beradi asta-sekin. Menga muhimi oyoqqa turib sog'ligini tiklab olsam bo'ldi. Boshqa qaranglar, shu sinimiz shu ukamizga turmushga chiqqan 3 yildan beri farzand ham ko'rgan yo'q. Bosh ota-onasi ham ajrash, nogironni qarab, nima qilasam, bir boshqaga turmushga chiq, farzandli bo'l degan. Men shu insonga teydimmi, shu insonni tashlab keta olmayman bu ahvolda deb, qarang, mana ayol. Ilohim jannatni 8 eshigi sizga ochiq bo'lsin. Inshaalloh. Kimki qizim shu qizga o'xshasin, kelinim shu qizga o'xshasin, kelajakda oladigan kelinlarim shu qizga o'xshasin degan insonlar, mana niyat xolis qilib shu qizni duosini oling, ihsoningizni qilib qoling. Mana shu yerda darvoza ishlab chiqaradigan sex ekan. Shu sexning xo'jayinidan Alloh rozi bo'lsin. Mana chekkasidan bitta xonani joy qilib beribdi. Mana shu yerda 3 yildan beri yashab kelyapti. Qarang. Mana haqiqiy haqdorni ham haqdori.